Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Muhacirat yaşayotgan Şarkı Türkistanlı qeyrindaşlarımız 11 ayının sultanı Mübarek Ramazan ayını suyumlik vataniga, şundaqlı vatandagi ota-ana, urug' tuqqan va do'st-yorlarga ham qadardan xalqiga bo'lgan cheksiz seg'inish tuyg'usi bilan azob, g'ashlik va mayuslik ilgida kutib olishga majbur bo'ldi. Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi 2 aprel kuni Ramazan ayining yetib kelganligi munosabati bilan e'lon qilgan videolıq va yozma tabrigida butun dunyo musulmonlarining, jumladan Sharq Turkiston xalqining Ramazan ayini muboraklash bilan birga muhacirat yashayotgan qeyrindoshlarimizni ushbu muborak oyda o'zaro ixtilof va adovatlarni kollasidan chiqarib etib, o'zaro sevgi va ittifoqlikni yanada kuchaytirib, vatanda zulm ostida jon talishayotgan xalqimizning hurligi va ozodligi uchun milliy mustaqillik kurash yo'limizda birlikda ilgirlashga chaqirib bundoq dedi. Bu ulug'ay ulug' kunlarda har bir ibodatimizda Janobi Allohdan vatanimiz Sharq Turkistonga ozodlik, xalqimizga hurlik tilayli. O'z xalqimizning hurligi va erkinligi yo'lida shahid bo'lgan aziz shahidlarimizning ruhiga Fotiha o'qiyli. Ularning so'yimlik ota-ana, urug' tuqqanlarga sabr toqat tilayli. Her qetimliq iftarlarimizda, dua tilovatlarimizda Janobi Allohdan Xitoyning zindonlarida azob uqubat chekayotgan sonsizlagan botur azmatlarimizning erkinligiga erishishini tilayli. Ko'z yoshlarimiz har zaman vatan ichidagi mehribon xalqimizning ko'z yoshlari bilan birga bo'lsin. Mana bu muborak oyni Janobi Allohning buyrug'inidek xayr saxovat, ihson, shafqat, birlik, ittifoqlik, do'stlik, hamkorlik va sevgi muhabbat iyiga aylantirayli. Ushbu muborak oyda Xitoyning va har qaysi allarning turmalarida va lagerlarda azob chekayotgan qeyrindoshlarımizga Allohdan kuch-quvvat, nusrat va hurlik tilayli. Ularga yordam qo'limizni sunishni bir insoniy, milliy, diniy va qeyrindoshlik burchimiz deb bilayli. Hammamiz o'zaro ixtilof va adovatlarni kollamizdan chiqarib etib, vatanda zulm ostida jon talishayotgan xalqimizning hurligi va ozodligi uchun milliy mustaqillik kurash yo'limizda birlikda ilgirlayli. Dolqun Aysa apandi Ramazonlik tabrikida diniy zotlarimiz bilan ziyolilarimiz o'rtasidagi o'zaro hurmat, birlik, ittifoqlik va hamkorlikni yanada kuchaytirishning, bo'libmi musulmon Sharq Turkiston xalqining diniy hissiyotlariga alohida hurmat qilishning muhimligini ta'kidlab mundoq dedi. Aziz qeyrindoshlarım, hammanglarga ma'lum bo'lganidek Islomiyatning ashaddiy dushmani hisoblangan mustabid kommunist Xitoy hokimiyati vatanimiz Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan 1949-yildan toki hozirgacha musulmon xalqimizni majburiy dinsizlashtirish va muqaddas islom dinimizning go'zal vatanimizdagi shalliq izini butunlay o'chirish uchun qilmagan vahshiyliklari qolmadi. Bo'libmi vatan ichidagi xalqimizni bo'lish va parchalash uchun diniy zotlarimiz bilan ziyolilarimiz o'rtasida sun'iy ziddiyat paydo qilib va pishni uruqqa chechib, millatimizning javhariy va yetakchilari hisoblangan diniy zotlarimiz bilan ziyolilarimiz o'rtasida dushmanlik paydo qilishga o'rinib keldi. Shuning uchun mayli diniy zotlarimiz bo'lsin yoki ziyolilarimiz bo'lsin, bir-biri bilan bo'lgan sevgi, hamkorlik va ittifoqlikni yanada kuchaytirish orqali Xitoyning bu xil suiqasdini gumron qilishi lozim. Faqat da'vo qilayotganlarning emas, muhojiratdagi butun qeyrindoshlarimizni ham diniy alohidaligimizni, ham milliy alohidaligimizni birga qo'g'dash va ega chiqish majburiyatimiz bor. Xalqimiz ming yillardan buyon e'tiqod qilib kelgan va bu muqaddas yo'lda sonsizlagan shahidlarni bergan islom aqidalarimizni, islomga bo'lgan sevgimizni, musulmonlik g'ururimizni qo'g'dab qilish faqat diniy zotlarimizning emas, balki butun ziyolilarimizning, jumladan keng avom xalqimizning burchi va majburiyatidan iborat. Bu dunyo Uyg'ur qurultiyining tavranmas prinsipidir. Shuning uchun mayli ziyolilarimiz bo'lsin yoki boshqa sohalarga mansub har qanday shaxslarimiz bo'lsin, musulmon Sharq Turkiston xalqining diniy e'tiqod tuyg'ulariga alohida hurmat qilishi, muqaddas islomning shon sharafini qo'g'dishi, xalqimizning diniy hissiyotini ranjitadigan so'z harakatlardan qat'iy saqlanishi va muhojirat yashayotgan xalqimizning iymonini, diniy alohidaliklarni texmo kuchlantirish uchun tirishchanlik ko'rsatishi lozim. Bizni biz qilgan diniy va milliy alohidaliklarimizdan voz kechish yoki uni rad qilish mohiyati o'zimizni, uyg'urligimizni, kimligimizni rad qilganlikdir. Shuni qayta ta'kidlab o'tmoqchimanki, xalqimizning diniy va milliy hissiyotiga hurmat qilmaganlar oldi bilan dunyo Uyg'ur qurultiyining va keng xalqimizning qarshiligiga uchraydi xolos. Dünya Uyghur Qurultiyi va Turkiyada aktiv faoliyat ilib berayotgan Dünya Uyghur Qurultiyi vaqfi 3 aprel İstanbulda iftorlik faoliyat o'tkazib, 2022-yillik muborak Ramazon oyini qutlug'lash bilan birga 1990-yili 5 aprel kuni vatanimiz Sharq Turkistonda yuz bergan Barin inqilobining 32-yilligini xotirladi va aziz shahidlarimizning ruhiga Fotiha o'qidi. Dünya Uyghur Qurultiyining Turkiyadagi bayonotchisi doktor Erkin Ahmet apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan va Qurultay vaqfining raisi Abdurashid Abdulhamid apandimning ichilish nutqi bilan boshlangan iftor va xotirlash faoliyatiga Dünya Uyghur Qurultiyi bilan yaqindan hamkorlashayotgan Turkiyadagi bir qism Sharq Turkiston tashkilotlarining mas'ullari, Turkiyadagi har qaysi siyosiy partiyalarning va ommaviy tashkilotlarning, shundaqla Qurultayning Turkiyadagi rahbarlari ham vakillaridan bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. İftar faoliyatida oldi bilan Sharq Turkiston Ulamolar birligining hay'at a'zosi Anvar Qorim, Zaydin Yusuf boshchiligidagi Barin shahidlarimizning, shundaqla butun aziz shahidlarimizning ruhi uchun Qur'on tilovat qildi.
Abdurashid Abdulhamid apandi iftor va xotirlash faoliyatining ochilishini qilgan so'zida mehmonlarga Dunyo Uyg'ur qurultiyining navbatda Amerikada xizmat ziyoratida bo'layotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Aysa apandimning salomini yetkazish bilan birga Sharq Turkiston xalqiga ega chiqqan Turkiyadagi siyosiy partiyalarga, ommaviy tashkilotlarga va qarindosh turk xalqiga qurultoy nomidan alohida minnatdorlik bildirdi. Orqadan qurultoyning muavin raisi doktor Erkin Akram apandim Barin qirg'inchiligi va Sharq Turkiston degan temada doklad taqdim qilib, bundan 32 yil burun yuz bergan Barin inqilobining maydonga kelish sababi va uning Xitoy hokimiyati tomonidan qonliq bostirilishi haqida izoh berish bilan birga Xitoy hokimiyatining navbatda Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlari, uning xalqarodagi inkoslari, shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyining Xitoyning vahshiyliklariga qarshi dunyo siyosiy sahnalarida ilib berayotgan kurashlar haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. Orqadan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon, Sharq Turkiston Ulamolar Birligining raisi doktor Ataulloh Shahriyar, Uyg'ur Akademiyasi vaqfining raisi doktor Farhod Qurban Tangirtog'li qatorliqlar so'z qilib, milliy mustaqillik kurashimizning ilhom bo'lig'i hisoblangan Barin inqilobining tarixiy ahamiyatini va Barin shahidlarimizning qahramonlik ro'yiga vorislik qilishning muhimligini ta'kidlash bilan birga, Turkiyadagi har qaysi siyosiy partiyalarni, ommaviy tashkilotlarni va turk xalqini Xitoyning jiddiy irqiy qirg'inchiligiga duchor bo'layotgan Sharq Turkistonlik qon qarindoshlarga yanada kuchli shaklda ega chiqishga, Türkiye parlamentini Amerika boshchiligidagi g'arb ellardan ulgu ilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy yo'sinda qabul qilishga chaqirdi. Iftor ziyofatida so'z qilgan Turkiyaning hokimiyat beshidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi Istanbul sho'basining muavin raisi Guljan Keskin, Türkiye İyi partiyasi Istanbul sho'basining raisi Buğra Qovunchi, Türkiye Demokrat partiyasi Istanbul sho'basining raisi Akram Aray va ba'zi sobiq parlament a'zolari, ommaviy tashkilotlarning mas'ullari va universitetlarning o'qituvchilari iftor faoliyatida qilgan so'zlarda o'zlarining Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashini ochiqcha namoyanda qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu xildagi iftor faoliyatlari Germaniyani asos qilgan Yevropaning ba'zi ellarida mutavom qiladi. Amerika Davlatlik diniy erkinlik komitetining muavin raisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq qonun maslahatchisi, uzun yillik fidokor va iqtidorli siyosiy faoliyatchimiz advokat Nuri Turkal apandimning vatandagi qadrli dadisi Oblikim apandimning Muborak Ramazonning tunji kuni 83 yoshida shahodatga erishganligining xabari muhojiratga qarindoshlarimizni cheksiz azob qisaldi. Chet ellardagi ko'plagan Uyg'ur tashkilotlarimiz, siyosiy faoliyatchilarimiz va avom xalqimiz bu munosabat bilan bas-basda ta'ziyanoma e'lon qilib, marhum Oblikim apandimga Allohdan rahmat, Nuri Turkal va oilasidagilarga sabr tilash bilan birga chet ellarda ilib berilayotgan milliy kurash sepimizda eng ko'zga ko'ringan siyosiy faoliyatchilarimizning biri hisoblangan advokat Nuri Turkal apandimga bo'lgan cho'nqur hurmatini izhor qilishdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Aysa apandi bu munosabat bilan qurultoyning Facebook sahifasida e'lon qilgan ta'ziyanomasida Nuri Turkal apandimning o'z xalqining erkinligi va hurligini qo'lga keltirish yo'lida tavranmas iroda, ishonch va jasorat bilan ilib berayotgan kurashlari sababli mustabid Xitoy hokimiyatining uzun yillik ta'qib qilishiga, savol-so'roq qilishiga va bir mezgil jazo lagerlariga qamishiga duchor bo'lgan jasur Uyg'ur ziyolisi Oblikim apandimning vafotidan cheksiz qayg'urish va azoblanish his qilganligini, bu munosabat bilan marhumga Allohdan rahmat, Nuri Turkal va oilasidagilarga sabr tilaydiganligini ifoda qilish bilan birga Uyg'ur masalasining xalqaralashishida, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Amerika tarafidan qabul qilinishida, shundaqla Amerika parlamentida Uyg'urlarga munosabatlik maxsus qonunlarning chiqarilishida va Uyg'urlar masalasining Amerikaning har qaysi sohalarida to'nishida intayin muhim rol o'ynab kelgan Nuri Turkaldek bir g'ururliq, fidokor, iqtidorlik, jasur va muhojiratga xalqimiz tarafidan so'yilgan bir siyosiy faoliyatchimizni yetishtirgan marhum ustozimiz Oblikim apandimdan cheksiz iftiqorlanadiganligini va g'urur tuydiganligini ifoda qildi. Marhum Oblikim apandimning fashist Xitoy hokimiyatining turli tahdid, besim va xo'rlashlarga pisat qilmaganligini, Nuri Turkal apandimning vatandagi suyimlik ota-onasi va mehribon tuqqanlarining Xitoy tarafidan uzun yil go'raga ilinib-ilinganligiga parvo qilmay, o'zining haqliq davosidan qilcha voz kechmaganligini, aksincha Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga uchrayotgan turmalarida, jazo lagerlarida va majburiy emgak maydonlarida jon talishayotgan millionlagan aziz xalqining echinishlik ovozini xalqaro jamoatchilikka tuyg'uzish uchun texmo jasorat va aqida bilan kurash qilib kelganligini xotirlatib o'tgan To'lqin Aysa apandim, Nuri Turkal va uning vatandagi oilasining beshiga kelgan bu tragediyalarning muhojiratda yashayotgan ko'plagan qarindoshlarimiz duchor bo'layotgan o'rtaq taqdir ekanligini ta'kidladi. Advokat Nuri Turkal apandi dadisining vafoti munosabati bilan e'lon qilgan eslamasida atalmish Xinjiang universitetini bitirgan dadisi Oblikim apandimning 90-yillarning oxirida pensiyaga chiqishdan burun Qashqar universitetida professorlik qilganligini, dadisi va onasi bilan oxirgi qitim 2004-yili Amerikada ko'rish fursatiga erishganligini, 2007-yili Xitoyning uning ota-onasining pasportini musodir qilib chet elga chiqishini cheklaganligini, shundan buyon Xitoyning hadisili soqchixonaga so'rab opirib so'roq qilishiga uchrab kelganligini, 2018-yili dadisining putining yarda bo'lishiga qaramay Xitoy hokimiyatining uni bir qancha oylab kundagi atalmish qayta tarbiyalash kursiga qatnashga majburlaganligi xotirlatib o'tildi. Amerika Davlat Majlisi qarmaqidagi Xitoy ishlari ijroiya komiteti yilda bir qitim Xitoy to'g'risida tafsiliy doklad e'lon qildigan bo'lib, bu dokladda Xitoy haqidagi eng yangi va eng tafsiliy ma'lumotlar to'planganligi uchun odatda Amerika hukumatining Xitoyga doir tashqi siyosatini bekitishidagi eng muhim foydalanish materiali hisoblanadi ekan.
Mazkur komitet 1 aprel kuni e'lon qilgan 2021 yillik dokladda Xitoy hukumatining 2021 yili jarayonida siyosiy, iqtisod va madaniyat sohasidagi umumiy ahvol turlar bo'yicha bayon qilinib, Xitoy hukumatining navbatda har qanday vaqtdagidan bakrak diktator yo'liga mengayotganligi ko'rsatib o'tilgan. Dokladda Sharq Turkistondagi qirg'inchilikning hali ham davom qilayotganligi, Xitoy hukumatining davomli holda iqtisodiy vosita orqali o'zlarining hokim mutlaq hukmronligiga qarshi fikr qilgan barliq sadolarni o'chirishga urinib kelganligi alohida tilga ilingan. Shuningdek, Xitoy hukumatining Beijing shahrida olimpik musobaqasini o'tkazganligi hech qachon Uyg'urlarning qirg'inchilikqa uchrashlik reallikni yushirib qolmaydiganligi ta'kidlangan. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy hukumati garchi chet el muxbirlarining bevosita tekshirishiga yo'l qo'ymaslik yoki mustaqil tekshirish guruhlarining Sharq Turkistonga berishiga to'sqinlik paydo qilish degandek choralar orqali bu rayonni mutlaq bekinma rayon qilib chiqqan bo'lsa-mu, mazkur komitet Xitoy hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qirg'inchilikning oldini olish nizomi va insoniyatga qarshi jinoyatlarni jazolash nizomidagi belgilanmalarga xilof holda Uyg'urlarni qirg'in qilayotganligining ko'plagan isbotlarini to'plab chiqargan. Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi lager sistemasini davomli kengaytirayotgan bo'lib, bu joylardagi o'lim voqealarining ko'payayotganligi, Uyg'ur sabiylarining oilalaridan judo bo'lishining eg'irlab mengayotganligi, Uyg'ur ayollarining nishonliq holda dafsanni qilinayotganligi deganlar mayli ko'lam yoki xarakter jihatdan olgandimi, Xitoy hukumatining g'arazlik holda bu millatni to'liq yo'qotishga urinayotganligini bek ro'shan ko'rsatib beradi ekan. Doklad Uyg'ur ayollari duch kelayotgan krizisning hammadan eg'irligi alayda yer olgan. Bo'libmi Uyg'ur qiz cho'konlarining lagerlarda ham lager teshidagi tuqqanlashish faoliyati jarayonida jinsiy xo'rlik uchrayotganligi, majburiy tug'mas qilib yetilish hamda homila tushirishga majburlanish bo'lsa, Uyg'ur va boshqa turkiy tilli xalqlarning nopsonni majburiy kontrol qilishni ko'zlagan qabihliklar ekanligi. Buning bilan 1950-yillardan buyonga eng zo'r nopus chekinishning dal oshu qabihliklar ijro bo'lgan bir necha yilda ishga oshganligi. Natijada Uyg'ur nopusining ko'payish surati 50% ga yaqin tuvallab dunyoda ko'rilmagan rekord yoritilganligi. Ammo bu holning Xitoy hukumati bekor qilgan planliq tug'ish siyosati hamda Xitoylarning umumiy nopusini qaytarish tadbirlariga butunlay qarama-qarshi manzara ekanligi alohida ta'kidlangan. Dokladda sistemali qilib Sharq Turkistondagi paxta ishlab chiqarish va quyosh energiya taxtasi ishlab chiqarishdagi majburiy emgak qilmishining borligi kelishi, uning lager sistemasi bilan bo'lgan bog'lanishi hamda navbatda ko'plagan sohaga kengayotganligi. Shuningdek, Xitoy hukumatining bu hodisani nomrodlikdan qutuldirish degan nomda yushirib kelayotganligi bayon qilingan. Dokladda bir qism Amerika shirkatlarining allaqachon bu xildagi insoniyatga qarshi jinoyatlardan o'zini tortib, bu rayondagi ta'minlash zanjiri bilan bo'lgan aloqasini uzayotganligi. Amerika tamojnasining bu xildagi majburiy emgak mahsulotlarining Amerika bozoriga kirishining oldini olish uchun bir qator choralarni olganligi bayon qilingan. Mazkur dokladning e'lon qilinish munosabati bilan qilgan so'zda Xitoy ishlar ijroiya komitetining raislaridan Jeff Merikli apandi bu qitimliq dokladning alohida qimmatga ega ekanligini ta'kidlagan. U bu vaqtda mundaq deydi. Xitoy hukumatining kishilik huquqlari va insoniy qadr-qimmatni bu qadar qabihlarcha payxon qilishi, mohiyatda Xitoy ishlar ijroiya komitetining Xitoy haqidagi bu xil dafsandichilikni hujjatlashtirib chiqishi o'tgan 20 yildagi har qanday vaqtdagidek bakrak mo'yin bo'layotganligini ko'rsatdi. Bu yillik doklad Xitoycha shakldagi hukmronlik andisiga qarata dunyoning zo'r darajada diqqat qilishi zarurligini tavsiya qiladi. Endi buningga qarshi amaliy harakat qo'llanadigan payt yetib keldi. Ziyankeşlikten qeçip sarsan bo'lib qanunsuz tutqun va o'z milliy madaniyatining yo'qolib ketishidan andish qilayotgan kishilar Amerika hukumatining har qachon ularga yor yurak bo'lganligini bilishi lozim. Men Amerika Davlat Majlisi va Biden hukumatining Xitoy ishlar ijroiya komiteti tavsiya qilgan sohalar bo'yicha amaliy harakat qo'llanishini umid qilaman. Amerika Davlat Majlisi qarmaqidagi Xitoy ishlar ijroiya komitetining raislaridan James McGovern bu vaqtda so'z bo'lganda o'zining bu vaqtdagi umidlarini alohida ta'kidlaydi. Xitoy hukumati sodir qilayotgan kishilik huquq tafsandichiligini hujjatlashtirib chiqish yolg'iz komitetimizning nishoni bo'lib qolmasdan, bu yana turli zulmlar tufaylidan o'z kashmishlarini bayon qilishga qodir bo'lmagan minglagan insonlarga bo'lgan axloqiy majburiyatimizdir. Komitetimizdagi ko'plagan shaxslarning Xitoy hukumati ijro qilayotgan Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarshi qabohatli qirg'inchilikni, Tibetdagi zulm va Hong Kongdagi demokratiyaning halokatini, shuningdek fuqaroviy jamiyat, ayollarning haq-huquqlari deganlarni tekshirish va fosh qilishdagi jafoliq amgaki minnatdorligimni bildiraman. Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonun loyihasining qonunga aylanishi komitetimiz qilayotgan xizmatlarning qanday qonunga aylanadiganligini namoyon qilib beradi. Xizmatdoshlarimizning bu qitimqi tavsiyalarining xuddi shu tariqada amaliy harakatga aylanishini umid qilaman. Dokladning oxirida Amerika hukumati va Davlat Majlisiga suniladigan bir qator tavsiyalar, jumladan Sharq Turkistonga Amerika va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tekshirish guruhlarini avatish, Uyg'ur va boshqa turkiy tilli xalqlarni oldini o'ylashadigan musofirlar qatorida Amerikaga yerlashtirish, Xitoy hukumatida tuqqan bo'lish programmasi, bolalarni oilasidan judo qilish, majburiy emgak qatorliqlarni to'xtatishga chaqirish deganlar o'ttirg'a qo'yilgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Erkinlik yolida sudek aktı bizning qinimiz. Sen üçün ey yurtimiz fida bo'lsin.